Assalomu alaykum qadrdonlar, do'stlar. Men qaydaman? Farg'onadaman. Safir mehmonxonasidaman. Saharliklar yakunladik. Bugungi yaxshi kunim o'zimni yurtimda Farg'onada bo'ladigan bo'lyapti. Shuning uchun o'ylab ko'p ukalarim, do'stlar, qadrdonlar, akalar, men vodiydaman. Meni yo'qlab keladiganlar qadrdonlarga ma'lumot sifatida ham bu. Va bugungi shukrona kunimga shukr qilib o'tirib, shuni o'ylayapmanki, dunyomiz tinch bo'lsin, yurtimiz obod bo'lsin. Hammamiz farzandlarimiz, nabiralarimizni baxtkamolini ko'raylik. Mana shunday osuda yurtda, chiroyli mehmonxonalarda saharliklar qilib beadad shukrlar aytamiz. Qisqasi, qadrdonlar, men vodiydaman. Ikkinchi kuni boraman Toshkentga. O'sha yoqda tug'ilgan kunni endi davom ettiramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun.